Salom YouTube ahli, yana bugun sizlar bilan Roblox bosqichi 2014 bu YouTube'dagi nomim. Agar kimdir Roblox o'ynaydigan bo'lsa, hammasi kichkina Og'abek bosqichcha 2014-05 qo'yasizlar. Yozisizlar, shu nom meniki chiqib keladi. Roblox 2014 YouTube'dagi nomga obuna va like bosib qo'yasizlar. Agar Robloxga qiziqadiganlar bo'lsa, bundan ham qiziq videolarim bor. Bemalol kirib tomosha qila olasizlar. Sizlardan like, obuna kutaman, mendan qiziqarli videolar. Mana biz sherigim bilan 99 kun o'ynamoqchi edik, lekin sherigim bir chiqib ketyapti, lekin kirmay turamiz. Net sherigim kirmay turamiz. Bironta chunki bizga to'liq odam kerak. Ili bironta joyga kirib turish kerak. Sherigim qayergadir yo'qolib qoldi. Uni qidirib turamiz. Chiqib ketamiz. Boshlanyapti o'yin, kimdirlardir kiryapti, lekin bir chiqyapti. Mayli, chiqib ketamiz. Va narginizga boraylik. Yo'q, kam kishi bo'lib qolyapti. Shuning uchun shunga kirib turaveramiz. Yana ko'plar kirsin, kiringlar. Davay. Mana o'yin boshlandi. Qani bo'lmasam ketdi. Roblox bosqichi 2014 ga obuna, like va kommentga aldamasdan rostdan like, obuna bosib, plyus belgisini qoldirsalaring. Agar 3 kishi yo 5 kishini tanlab olaman va unga sovg'a bor. Agar aldamay hamma like bossa, faqat aldamay dangalga like bosinglar. Mana o'yin boshlanyapti. Mana o'zini o'yinimiz boshlandi. Sal telefon bir kutamiz. Chunki samolyotga borish kerak o'yinimiz. Shuning uchun kutib turamiz. Mana olov sal kattaroq ekan. Lekin mayli, hozir buni kuchaytirib tashlaymiz. Qani bo'lmasa o'yin boshladik. Birinchi bo'lib olovni kuchaytirib olish kerak. Chunki eng muhim olov bizga hozir. Hozirchalik olov kuchaytiramiz. Bu men sherigim. Bu ham olov kuchaytiryapti ekan. Endi men u qilaman. Mayda quyonlarni o'ldirib. Hozir quyonni o'ldirib turamiz. Mana o'sha bitta quyon o'ldi. Mana shuni go'shtni olib, menimcha sherigim oldi. Sherigim qayergadir boryapti. Ehtiyot bo'l. Bu yerda bo'rilar ko'p, shuning uchun qochamiz. Qoch. Tezroq yugurishimiz kerak. Sherigim o'lib qoldi. Uni ham qutqaraman. Hozircha bazaga kirib turamiz. Bo'rilar menimcha qolib ketdi. Endi bu yerdan uyga o'xshagan joyni qidiramiz. Uy. Sherigim ko'taraman deb yozib qo'yay.
Bo'lmasa uyni qidiramiz, qani ketdik. Xo'sh, birinchi o'rinda katta joylar. Uyni ko'rishimiz kerak, yaltiroq uy. Или bizga yaxshi yaltiroq uylar kerak. Hozirchalik qorong'uda qidirish sal qiyin bo'lyapti, lekin problema qilmaymiz. Qidirib turaveramiz. Ertalab tushmaydi menimcha hali beri. Fonarnigam yo'q, hali aksiga olib. Agar uyni topsam, fonar ham topiladi. Sherigim yozdi. Qorong'udan hech narsa ko'rinmayapti. Shuning uchun tavakkal qayerga bo'lsam yurib ketaveramiz. O'z yo'lni oxir chiqib qolar. Yo'q, bu yer emas. Chunki bu uyda ko'targich bo'lmaydi. Ayta sherigimiz o'lib qolgan. Lekin bu yerda bo'ri bor. Chunki bo'ridan o'zi qochib ketishni o'zi qiyin, kechqurun chunki bo'ri menga yaqinlashdi. Suvni topolmay qoldim. Yana bitta bo'ri. Zinadan chiqib ketaman tezroq. Chiqishga ulgurdim. Bu yerning eshigini ochaman. Bu yerdan hozir varaq topishim kerak. Illimita sandiq bor ekan, shuning uchun ochamiz. Sandiq ochildi. Bu yerda nimalardir berdi. Hozir bizga eng muhimi bu kerak emas. Bizga hozir bitta to'pponcha kerak. Tek olamiz to'pponchani. Har ehtimolga qarshi. Hozirchalik sherigim dori bering deyapti, lekin mayli hozir dori prosta bu yoqda hozir bo'ri borligi uchun qanday qochishni bilmayapman. Shuning uchun bu yoqda aylanib o'tib uyni qidirish kerak tezroq. Yo'q, bu uy emas edi. Menga baland uy kerak. Shuning uchun tezroq baland uyni topib, sherigimni qutqarib birga davom etamiz. U bilan mana biz 3-kun ketyapti. Hozir o'z qornim ochib ketdi. Ba'zi yo'qolib qoldi. Yo'q, ba'zan topdim menimcha. Ha, topdim. Hozir birinchi o'rinda go'sht yeb olishim kerak. Go'shtim bor bitta. Ba'ziga borib olov yoqib, ana uyni topishim ham kerak. Hozir bo'lmasa bir o'zim qoldim menimcha. Ha, bir o'zim qolibman. Uyni topib bo'lmayapti. Shuning uchun hozir birinchi o'rinda jonimni kuchaytirib olishim kerak. Agar jonim yetsa o'ynayman, agar yetmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Har doimgidek sizlardan like, obuna kutib qolaman. Mendan chiroyli video. Hozir birinchi o'rinda qorin och, chunki tezroq narsa yeyish kerak. Kechqurun tushyapti deb eslatma berilyapti. Hozir o'ldiradigan quyonim yo'qoldi. Bu emas. Qayerga ketdi? O'zi qornim och. Zo'rg'a ishlab yuribman. Va nihoyat o'ldi bu quyonim ham. Yana strong. Yana quyon topishim kerak. Qorin och chunki nima qilish bilmayapman. Sherigim tezroq ko'tarishim kerak, eng muhimi. Sherigim ko'tarish uchun bo'lmasam ketdik, qidiramiz.
Xo'sh, endi uyni topamiz. Uy hozir qorong'ida hech narsa ko'rinmayapti-da. Normal sherigim kutib turolmayapti-da. Menimcha, mana narigi sherigim ham o'lib qoladi-yu. Jonim kam o'zi. Menga ovqat kerak, ovqat o'ldirib. Quyon o'ldirib turaveraman hozir. Chunki sherigim muhim emas-da hozir. Hem to'g'ri sherigim muhim. Lekin ba'bida jonim o'lib qolsam, uni ham ko'tarishim kerak-ku ba'bi. Unga nima kerak? Sherigim meni nimadir quryotibdi. Sherigim chiqib ketdi, bitta sherigim. Endi 2 kishi qoldik biz. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab, like, obuna bosib turinglar menga. Bug'i keldi, qochish kerak bu yerdan. Zonamga boraman. Chunki I am hungry, ochman. Ili meni o'ldirib ketay dedi. Shuning uchun tezroq ovqat yeb olishim kerak. Unga kuchim yetmayapti. Kechqurun zonaga qaytib kelaman, hozir men o'q qilishim kerak. Quyon qochib ketaveryapti. Quyonni ham o'ldirdik. Hozir endi tezroq ovqatlanishim kerak. Chunki ana sherigim hozir yozyapti, boshqatdan kiraylik deb. Shuning uchun nima deyman endi, mayli. Chunki u tanishim. Xo'sh, endi dorini tezroq topishim kerak, lekin narigi bug'i o'ldirib ketadi meni. Shuning uchun uy topilmayapti menimcha. Sherigim hozir boshqatda o'ynaylik deyapti. Nima derdim? Hozir uni bitta qutqarishga bitta joyda agar u narsa bo'lsa, shu bilan qutqarishim mumkin. Agar bo'lmasa, afsuski yo'q. Demak, uni qutqara olmaymiz. Endi chiqib ketamiz. Chunki sherigim aytayapti, boshqa narsa o'ynaylik deyapti. Men sherigim chiqib ketdi. Yozishni kutamiz, agar yozmasa chiqib ketgan bo'ladi. Menimcha chiqib ketdi. Endi biz ham chiqamiz. Hozir boshqa o'ynaymiz. Xayr obunachilarim, sizlar bilan bugun Og'abek bosqichi 2014, Roblox bosqichi 2014 bo'ldi. Har doimgidek sizlardan like, obuna kutib qolaman. Xayr.